Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekiston benzin importini 2 barobar oshirdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. 2026-yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston benzin importini keskin oshirdi. 4 oy davomida mamlakatda 568,7 ming tonna benzin olib kirildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 barobar ko'pdir. Import qilingan benzinning umumiy qiymati 327,1 million dollarni tashkil etadi. Taqqoslash uchun 2025-yilning dastlabki 4 oyida 280,7 ming tonna benzin import qilingan bo'lib, uning qiymati 163,6 million dollar bo'lgan. Shu bilan birga mamlakatda benzin ishlab chiqarish ham oshmoqda. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida 417,5 ming tonna benzin ishlab chiqarilib, bu o'tgan yilga nisbatan 7% ga ko'pdir. Eslatib o'tamiz, 2025-yil sentyabrdan boshlab O'zbekistonda AI-80 benzinini ishlab chiqarish va sotish to'xtatilgan. Energetika sohasida esa yuqori oktanli AI-92 benziniga bosqichma-bosqich o'tish jarayoni davom etmoqda. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.